Tekshirib ko'ramizmi hozir? O'chirib tashladim. Ko'rasizmi shunday ham qolganlarini? Bugun obzorimizda matve pomadalar bo'ladi qizlar. Eng slabisidan tortib eng stoyki turadigan matve pomadalarni obzorini qilamiz. Albatta, men o'zim ishlatib ko'rgan, qo'limda borlaridan. Buni nima deydi, marketing qurboni bo'lib, Rossiyada yashaganimizda olganman. Rossiyskiy influenserlar maqtab, glянцевый, o'chmaydi, 24 soat turib beradi deb juda ham maqtashgan. Haqiqatan ham glянцевый, haqiqatan ham turish stoykasi yaxshi, lekin baribir g'alati bo'lib ajralib o'chib qoladi. Keyingi pomada, mana bu Maybelline mana bu pomada, uni ko'pchilik bilsa kerak. Buni ham reklamasiga ishonib olganman. Stoyki pomada, ham glянцевый, ham stoyki deb blogerlar rosa reklama qilib maqtashganida olganman. Приятный, haqiqatan glянцевый, lekin umuman stoyki emas qizlar, bilmayman. Umuman stoykasi yo'q qizlar. Keyingi pomadamiz bu Beauty Bomb. Bu juda ham pigmentatsiyasi kuchli bo'lgan anaqa pomada. Stoykasi ham juda ham kuchli. Juda ham приятный. Bitta minus tarafi. O'zi ko'p matve pomadalar, mana ko'p turadigan pomadalar labi quritadi, to'g'ri, lekin bu слишком. Lekin juda ham stoykasi kuchli, o'chmaydi. Pigmentatsiyasi ham kuchli aytib. Keyingi pomadamiz bu bizada Roman koreyskiy brenddan. Stoykasi buni o'rtacha. Ko'p ozgina ovqat yesanglar, nima qilsanglar o'chadi, lekin ovqat yemasanglar obedgacha turib beradi. Chunki buni hamma bilsa kerak, lekin buni ham stoykasi nimadir yeganinglargacha, nimadir yegandan keyin bu ham baribir ozgina o'chib suvab qoladi. Bu bo'yicha birinchi o'rinda turadigan mana bu legendar Maybelline mana bu pomadalari. Betonga o'xshaydi, вообще o'chmaydi buni rangi qizlar. Bilsanglar kerak, ishlatganlar biladi. Lekin sami stoyki, sami turib beradigan beton o'sha yesanglar ham, ovqat yesanglar ham o'chmaydigan nomer 1 pomada, matve pomada mana shu bo'lsa kerak qizlar. Men hali shuncha matve pomadani bu darajada stoyki kuchli pomada ko'rganim yo'qman. Bugun suraman, ertagacha turadi, umuman o'chmasdan. Nechalarning vada bilan ham gidrogenli masla bilan ham juda ham o'chish qiyin bo'lgan pomada. Mana shunday obzor bo'ldi pomadalarimga qizlar. Bularning orasidan o'zingizga kerak qaysi biri yoqqan bo'lsa, qaysi birini tanlashni o'zingizlar bilib oldinglar degan umiddaman. Всем пока, девочки.